Uka, bolam kasal. Qarz berib tur. Qarz? Ha, bo'pti aka, qarz bo'lsa qarz beraman-da, lekin bitta shartim bor. Shunga mendan qarz olganingiz va qachon qaytarishingiz haqida tilxat yozib berib, tagiga qo'l qo'yib berasiz. Uka, yolg'iz jigaringga ishonmayapsanmi? Qarz kerakmi? Gapni ko'paytirmasdan yozing, men aytib turaman. Men Mehmonov Abdurashid o'z ukamdan qarz so'rab kelib, aka-ukachilik rishtalarini uzdim. Ukam bilan bir dasturxonda o'tirib, bir xil ovqatni yeb, bir xil kiyinib katta bo'lganimni unutdim. Bugun ukamdan qarz so'rab kelar ekanman, yurakdagi mehr oqibatimizga devor qo'ydim. Yozing, tagiga qo'l qo'ying. Ha aka, yoza olmayapsizmi? Meni og'zimdan tilxat so'zini eshitib, dilingiz og'ridimi? Sizni og'zingizdan qarz so'zini eshitib, meni dilim qanchalik og'riganini bilasizmi? Meni dilim vayron bo'ldi. Bir paytlar menga borini bergan akam vaqtlar kelib mendan qarz so'rab kelar deb o'ylamagandim. Yoki ichingizda ukam meni tashlab qo'yadi deb o'yladingizmi? Aka, bizni aka-ukalik rishtalarimiz dars ketganligini sezmay qolibman.